Pechkamizda ventilyatorni energiyaga ishlashi bitta akfa lampochkani tokiga ishlaydi. O'sha 18-20 volt tok tortadi xolos. Bunaqa katta energiya sarf xarajat qilmaydi. Shovqiniga keladigan bo'lsak, shovqini deyarli yo'q. U sezilmas darajada sal nimasi bor xolos. Hech kimga bu xalaqit qilmaydi. Endi bu pechkamizni qulaylik tomoni shundaki, har doimgidek bitta xonaga yoqayotgan o'tin ko'mir yoqilg'is bilan xuddi shu issiqlikni qo'shni xonani ham xuddi shunday qilib isitib bera oladi. Va shu nimani shu nimadagi pechkamizni suvli varianti ham bor. U ham xuddi shunday to'pli pollarda qo'shni xonadagi yoki batareykalarni qizitib bera oladi. Kimga qiziq bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar. Qandaydir tushunarsiz bir nima bo'lib qolgan bo'lsa, savollar yoki bir nima bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Biz yana video javob qilib sizlarga chiqaramiz. Mayli, sog' bo'linglar azizlar.